Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensionerlar pasportini almashtirish kerakmi? Kimlar ID kartaga o'tadi? Eski biometrik pasport bilan yuraverish mumkinmi? Qaysi holatda shoshilinch ravishda hujjat almashtirish zarur bo'ladi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli, chunki deyarli har bir xonadonda ota-ona, buvi-bobo, nafaqadagi qarindoshlar bor. Birgina hujjat masalasidagi xato pensiya olishda, bankdan pul yechishda, poliklinikada ro'yxatdan o'tishda, notariusda ish bitirishda yoki davlat xizmatlaridan foydalanishda muammo keltirib chiqarishi mumkin. Men bugun bu masalani oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p uchraydigan xatolar, navbat, jarima, muddat, hujjatlar va pensionerlar uchun amaliy maslahatlarni ham aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday huquqiy va amaliy ma'lumotlar sizga ham, yaqinlaringizga ham kerak bo'ladi. Avval qanday edi? Oldin fuqarolarda asosan pasport bo'lardi. Keyin biometrik pasportlar joriy qilindi. Ko'pchilik qizil pasport, biometrik pasport, eski pasport deb yuritadigan hujjat bilan yillar davomida barcha ishlarni bitirib keldi. Banka bordi, pensiya oldi, uy oldi sotishda qatnashdi, notariusga bordi, shifoxonaga murojaat qildi, elektr, gaz, suv shartnomalarini rasmiylashtirdi. Ya'ni pasport shaxsni tasdiqlovchi asosiy hujjat sifatida ishlatilgan. Endi esa fuqarolarga ID karta berish tartibi joriy qilingan. ID karta bu ishga foydalanish uchun shaxsni tasdiqlovchi zamonaviy hujjat. Bu plastik karta ko'rinishida bo'ladi. Unda fuqaroning asosiy shaxsiy ma'lumotlari, elektron ma'lumotlari, identifikatsiya imkoniyatlari mavjud. Juda ko'p odamlar shu joyda adashadi. Demak, hamma pasportini darhol almashtirish shart ekan deb o'ylaydi. Men buni aniq aytaman. Hamma bir kunda, bir oyda, bir yil ichida yugurib borib pasportini almashtirishi kerak degan tushuncha noto'g'ri. Lekin ayrim holatlarda ID kartaga o'tish majburiy bo'ladi. Asosiy o'zgarish shundan iboratki, yangi shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida ID karta beriladi. Agar sizning amaldagi biometrik pasportingiz muddati tugamagan bo'lsa, undagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, yashash joyi bilan bog'liq katta o'zgarish bo'lmasa, siz odatda shu pasport bilan uning amal qilish muddati tugaguncha foydalanishingiz mumkin. Ammo hujjat muddati tugasa, yo'qolsa, yaroqsiz holga kelsa, ma'lumotlaringiz o'zgarsa yoki qonunda belgilangan boshqa asoslar paydo bo'lsa, endi sizga eski turdagi pasport emas, ID karta rasmiylashtiriladi. Pensionerlar nimadan xavotir olyapti? Ko'pchilik nafaqadagi insonlar pasportim almashtirilmasa pensiyam to'xtab qoladimi? Bank kartam ishlamay qoladimi? Mahalladan ma'lumotnoma ololmay qolamanmi? Men yura olmayman, majburan borishim kerakmi deb so'raydi. Mana shu savollarni birma-bir tushuntirib beraman. Birinchi holat, pasport muddati tugayotgan bo'lsa, masalan, 1978 yilda tug'ilgan fuqaro bor. Uning biometrik pasporti 2010 yilda olingan va 2024 yoki 2025 yillarda amal qilish muddati tugaydi. Agar pasport muddati tugagan bo'lsa, u shaxsni tasdiqlovchi amaldagi hujjat sifatida muammo keltirishi mumkin. Bank xodimi pul berishda hujjat muddatiga qaraydi. Notarius hujjat muddati o'tgan bo'lsa, bitimni rasmiylashtirmasligi mumkin. Davlat xizmatlari markazida ham ariza qabul qilishda qiyinchilik tug'iladi. Bunday holatda pensioner mening yoshim katta, almashtirmasam ham bo'ladi deb o'ylamasligi kerak. Muddati tugagan hujjatni almashtirish kerak bo'ladi va hozirgi tartib bo'yicha ID karta olinadi. Ikkinchi holat. Pasport yaroqsiz bo'lib qolgan bo'lsa, masalan, buvijonning pasporti yillar davomida sumkada yurgan, sahifalar yirtilgan, muhrlar ko'rinmaydi, rasm joyi eskirgan, ustiga suv to'kilgan. Shunday holatda hujjat qo'lda bor bo'lsa ham, amaliyotda uni qabul qilmasliklari mumkin. Ayniqsa, bank, notarius, sud, kadastr, FSHDO, migratsiya organlari hujjatning o'qilishi va haqiqiyligini tekshiradi. Agar ma'lumotlar aniq ko'rinmasa, hujjatni almashtirish zarur bo'ladi. Uchinchi holat, familiya, ism yoki boshqa shaxsiy ma'lumot o'zgargan bo'lsa, bu ko'proq ayollarda uchraydi. Masalan, 62 yoshli ayol turmush o'rtog'i vafotidan keyin yoki nikoh bekor qilingandan keyin avvalgi familiyasiga qaytmoqchi bo'lishi mumkin. Yoki tug'ilganlik haqidagi yozuvlarda xatolik aniqlanadi. Pasportda Abdullayeva, boshqa hujjatda Abdullayeva yozilgan. Bitta harf farqi ham pensiya hujjatlarida, meros ishlarida, uy-joy hujjatlarida muammo keltiradi. Bunday vaziyatda avval asosiy hujjatlar tartibga keltiriladi, keyin ID karta olinadi. 4-holat. Doimiy yashash joyi,
ro'yxat, kadastr va mulk masalalarida hujjat talab qilinsa, hozir ayrim xizmatlar elektron tizimlar orqali tekshiriladi. Agar fuqaroning eski hujjatdagi ma'lumotlar elektron bazadagi ma'lumotlar bilan mos tushmasa, masalan tug'ilgan sanasi bitta joyda 05-04-1916, boshqa joyda 04-05-1916 bo'lib qolgan bo'lsa, bu oddiy xatodek ko'rinsa ham tizimda katta muammo bo'ladi. Pensioner pensiya olishi mumkin, lekin meros rasmiylashtirishga borganda yoki uyini farzandiga hadya qilmoqchi bo'lganda muammo yuzaga chiqadi. 5-holat pasport yo'qolgan bo'lsa. Ko'pchilik katta yoshdagi insonlar hujjatni yo'qotsa topilib qolar deb yuraveradi. Bu xavfli. Chunki pasport yo'qolgan bo'lsa, uni boshqa shaxs topib olishi, undan noto'g'ri maqsadda foydalanishga urinish ehtimoli bor. Yo'qolgan hujjat bo'yicha tegishli organlarga murojaat qilinadi va yangi hujjat rasmiylashtiriladi. Hozirgi tartibda bunday holatda ham ID karta beriladi. Endi kimlar shoshilmasligi mumkin? Agar pensionerning biometrik pasporti amal qilish muddatida bo'lsa, hujjat butun bo'lsa, ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, yaqin orada notarial bitim, meros, mulk oldi sotisi, bankdagi katta operatsiya, xorijga chiqish yoki shaxsiy ma'lumotlarni o'zgartirish rejasi bo'lmasa, u odam vahimaga tushib ertalabdan navbatga turishi shart emas. Lekin men ekspert sifatida bitta maslahat beraman. Pasport muddatini bugunoq tekshirib qo'ying. Ko'pchilik pasport muddati qachon tugashini bilmaydi. Hujjatni ochib amal qilish sanasiga qarang. Agar muddat tugashiga 2 oy qolgan bo'lsa, oldindan harakat qiling. Oxirgi kunga qoldirmang. Birinchi misol. Ertamgi yoshli otaxon har oy pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Pasportining muddati 2023-yilda tugagan, lekin o'zi buni sezmagan. Bankda karta muddati tugab, yangisini olishga borganda xodim pasport muddatini ko'rib, avval hujjatingizni yangilang deydi. Otaxon uchun bu kutilmagan muammo bo'ladi. Agar u pasport muddatini oldindan tekshirganida, pensiya kuni kelmasdan ID karta rasmiylashtirib olardi va bankdagi ishlarda uzilish bo'lmasdi. Ikkinchi misol. 65 yoshli ayol meros ishini ochmoqchi. Turmush o'rtog'i vafot etgan, uy hujjatlari bor, lekin nikoh guvohnomasida familiya bir xil, pasportda esa bitta harf boshqacha yozilgan. Notarius shaxsni aniqlashtirish kerak. Ayol avvali fodaiyo yoki arx hujjatlarini to'g'rilashga majbur bo'ladi. Keyin shaxsni tasdiqlovchi yangi hujjat oladi. Bu jarayon bir kunda tugamasligi mumkin. Shuning uchun ayniqsa meros, uy-joy, hadya, vasiyatnoma masalasi bor pensionerlar hujjatlarini oldindan tekshirtirish kerak. Uchinchi misol. 90 yoshli buvijonning pasporti bor, lekin rasm juda eski, sayfa shikastlangan. U poliklinikada ayrim xizmatlardan foydalanmoqchi bo'ladi. Tizimda shaxsni aniqlashda qiyinchilik chiqadi. Farzandlari pasport bor-ku deydi, lekin amalda hujjat yaroqsiz bo'lsa, muammo hal bo'lmaydi. Bunday holatda farzandlar buvijonni ayblamasdan unga yordam berishi mahalla, migratsiya bo'limi yoki davlat xizmatlari orqali tartibni aniqlab, hujjatni yangilashga ko'maklashish kerak. 4-misol. Pensioner xorijga farzandlarining oldiga bormoqchi. Bu yerda muhim farq bor. ID karta ichki hujjat, ya'ni O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlash uchun ishlatiladi. Xorijga chiqish uchun alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Ayrimlar ID karta oldim, endi Turkiya, Rossiya yoki boshqa davlatga shu bilan chiqaman deb o'ylashi mumkin. Bunday o'ylamaslik kerak. Agar chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, alohida tartibda xorijga chiqish pasportini tekshiring yoki rasmiylashtiring. ID karta va xorijga chiqish pasporti bir xil narsa emas. Birinchi nozik jihat. Yosh katta bo'lgani uchun hujjat umuman kerak emas degan qoida yo'q. Pensioner ham fuqaro, uning shaxsini tasdiqlovchi amaldagi hujjati bo'lishi kerak. Pensiya olish, davolanish, mulkni rasmiylashtirish, bank amaliyotlari, sud va notarius ishlari uchun amaldagi hujjat kerak bo'ladi. Shuning uchun men nafaqadaman, menga endi kerak emas degan qarash noto'g'ri. Ikkinchi nozik jihat, muddati tugamagan pasport avtomatik ravishda yaroqsiz bo'lib qolmaydi. Odamlar orasida hamma pasport bekor bo'ldi, faqat ID karta qoladi degan gaplar yuradi. Bunday gaplarni tekshirmasdan ishonmang. Amaldagi hujjatning muddati turi va qonuniy holatiga qaraladi. Agar sizning hujjatingiz amalda bo'lsa, u bilan ko'p xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. Lekin muddat tugashi bilan yangisi ID karta tarzida rasmiylashtiriladi. 3-nozik jihat, ID karta olish bilan ro'yxat, pensiya, bank kartasi avtomatik o'zgarib ketmaydi. Masalan, siz ID karta oldingiz. Bu bilan pensiya darhol ko'payib qolmaydi yoki kamayib qolmaydi. Lekin ba'zi ma'lumotlar tizimlarda yangilanishi kerak bo'lishi mumkin.
Bankka borganingizda yangi ID kartani ko'rsatib, ma'lumotlaringizni yangilab qo'yish foydali. Pensiya bo'limi yoki ijtimoiy himoya organlarida ham zarurat bo'lsa, yangi hujjat ma'lumotlari kiritiladi. Ayniqsa, bank kartasi muddati tugayotgan bo'lsa, hujjat yangilangandan keyin bank bazasida ham ma'lumotlar mos bo'lishi kerak. 4-nozik jihat, doimiy ro'yxat masalasi. Ba'zan pensioner eski uyda ro'yxatda turgan bo'ladi, lekin amalda farzandining uyida yashaydi. ID karta olish jarayonida yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar tekshirilishi mumkin. Agar ro'yxat bilan bog'liq muammo bo'lsa, oldindan mahalla migratsiya bo'limi yoki tegishli organlardan maslahat oling. Chunki hujjat almashtirish jarayonida eski muammo yuzaga chiqib qolishi mumkin. 5-nozik jihat, nogironligi bor yoki yura olmaydigan pensionerlar. Bunday insonlar uchun farzandlar va yaqinlar befarq bo'lmasligi kerak. Agar odam mustaqil bora olmasa, tegishli organlardan uyga chiqish tartibi bormi? Qanday ariza beriladi? Tibbiy ma'lumotnoma kerakmi? Vakil orqali qanday ishlar bajariladi? Shularni aniqlash lozim. Har bir hududda amaliy tartib biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun oldindan telefon orqali yoki yaqin migratsiya bo'limiga borib so'rab oling. Eng muhimi, yura olmaydigan odamni so'nggi kunga qoldirib, keyin shoshilinch tashish navbatda qiynash to'g'ri emas. 6-nozik jihat, ishonchnoma bilan hamma ish bitavermaydi. Ko'pchilik men otamning o'rniga borib ID karta olib kelaman deb o'ylaydi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat rasmiylashtirishda odatda fuqaroning o'zi ishtiroki, fotosuratga tushishi, biometrik ma'lumotlari olinishi kerak bo'ladi. Shuning uchun vakil faqat maslahat olishi, navbatni aniqlashi, hujjatlarni tayyorlashi, to'lov masalasida yordam berishi mumkin, lekin ayrim bosqichlarda fuqaroning o'zi kerak bo'ladi. Harakatlanish cheklangan shaxslar bo'yicha alohida tartibni oldindan so'rang. 7-nozik jihat. Hujjatdagi xatolarni e'tiborsiz qoldirmang. Pasportda tug'ilgan joy noto'g'ri yozilgan, otasining ismi bitta harf bilan farq qiladi, tug'ilgan sana boshqa hujjatlarga mos kelmaydi. Familiya lotin yozuvida turlicha yozilgan bo'lsa, bu keyin katta muammoga aylanadi. Ayniqsa pensionerlar ko'pincha Sovet davridagi tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, mehnat daftarchasi, harbiy guvohnoma, uy-joy hujjatlari bilan ishlaydi. Bir hujjatda Karimov, boshqasida Karimov yoki Karimov bo'lsa, tizim buni boshqa shaxs deb ko'rishi mumkin. Hujjat almashtirishdan oldin bunday farqlarni aniqlab oling. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki uyingizda pensioner ota-onangiz bo'lsa, bugunoq quyidagi ishlarni bajaring. Birinchi qadam, pasportni qo'lga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Sana qayerda yozilgan bo'lsa, diqqat bilan qarang. Agar muddat o'tib ketgan bo'lsa, cho'zmasdan hujjat almashtirish choralarini ko'ring. Agar muddat tugashiga 3-6 oy qolgan bo'lsa, ayniqsa yaqin orada bank, notarius, meros yoki chet elga chiqish ishi bo'lsa, oldindan reja qiling. Ikkinchi qadam, hujjatning holatini tekshiring. Sayfalar yirtilmaganmi, rasm aniqmi, muhrlar o'qiladimi, ism familiya ko'rinadimi, plastinka yoki varaq shikastlanmaganmi? Agar hujjat juda eskirgan bo'lsa, hali yurib turibdi deb befarq bo'lmang. Amalda eng kerak paytda rad javobi olishingiz mumkin. Uchinchi qadam, barcha asosiy hujjatlarni bir joyga yig'ing. Eski pasport yoki amaldagi biometrik pasport, tug'ilganlik guvohnomasi bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki nikoh bekor qilinganligi haqidagi hujjat, familiya o'zgargan bo'lsa shu haqidagi hujjat, yashash joyi bilan bog'liq ma'lumotlar. Agar zarur bo'lsa, nogironlik yoki harakatlanish cheklangani tasdiqlovchi tibbiy hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Har doim hammasi talab qilinmasligi mumkin, lekin muammo chiqqanda yoningizda bo'lsa, vaqt yutasiz. 4-qadam, qayerga murojaat qilishni aniqlang. Odatda ID karta masalasida ichki ishlar organlarining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'linmalari yoki tegishli davlat xizmatlari orqali murojaat qilinadi. Hududingizdagi aniq tartibni tekshiring. Ba'zi xizmatlar davlat xizmatlari markazi orqali, ba'zilari bevosita migratsiya bo'limi orqali bajarilishi mumkin. Borishdan oldin ish vaqti, navbat, to'lov miqdori, qaysi hujjatlar kerakligini aniqlab oling. Bu pensionerlar uchun ayniqsa muhim, chunki ortiqcha qatnash ularni charchatadi. 5-qadam, navbat va to'lov masalasini oldindan o'ylang. ID karta rasmiylashtirish uchun davlat boji yoki yig'im bo'lishi mumkin. Miqdor bazaviy hisoblash miqdoriga bog'liq ravishda o'zgarishi mumkin. Shuning uchun eski eshitgan summaga ishonmang. Masalan, qo'shni men o'tgan yili falon so'm to'laganman desa, bu yil miqdor o'zgargan bo'lishi mumkin.
Rasmiy manbadan yoki bo'limning o'zidan aniqlang. To'lovni qanday qilish kerak? Bank, kassa, elektron to'lov terminal orqali bo'ladimi? Shuni ham bilib oling. 6-qadam, pensionerning sog'lig'ini hisobga oling. Agar ota-onangiz uzoq navbatda tura olmasa, avval siz borib maslahat oling. Qaysi kuni odam kamroq bo'ladi? Qanday hujjatlar kerak? Uyga chiqish imkoniyati bormi? Nogironligi bo'lgan shaxslarga qanday yengilliklar bor? Shularni aniqlang. Keyin pensionerni olib boring. Bu oddiy tuyuladi, lekin amalda ko'plab oilalar avval ota-onasini olib boradi. Keyin hujjat yetishmaydi, yana qaytadi. Katta yoshdagi odam uchun bu juda og'ir. 7-qadam, yangi ID karta olingandan keyin uni tekshiring. Kartani qo'lga olgach, ism, familiya, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, jins, amal qilish muddati, shaxsiy identifikatsiya raqami kabi ma'lumotlarni darhol tekshiring. Keyin qarayman demang. Agar xato bo'lsa, shu zahoti murojaat qiling. Chunki keyin bankda yoki notariusda xato aniqlansa, yana vaqt ketadi. 8-qadam, bank va boshqa tashkilotlarda ma'lumotlarni yangilang. Pensioner pensiyasini qaysi bank orqali olayotgan bo'lsa, yangi ID karta ma'lumotlarini bank bazasiga kiritib qo'yish foydali. Agar elektron imzo, mobil ilova, kommunal xizmatlar, subsidiyalar, ijtimoiy yordam, nogironlik nafaqasi, dori-darmon imtiyozlari bilan bog'liq xizmatlardan foydalansa, kerak bo'lsa tegishli tashkilotlardan yangi hujjatni ko'rsating. Bu ishlar hammasi bir kunda shart emas, lekin muhim xizmatlarda ma'lumot mos bo'lishi kerak. 9-qadam, eski hujjatni tashlab yubormang. Yangi ID karta olingandan keyin eski pasport qanday tartibda qaytariladi yoki bekor qilinadi? Shuni xodimdan so'rang. Ba'zan eski hujjatdagi viza, muhr, ro'yxat, nikoh yoki boshqa yozuvlar kerak bo'lib qolishi mumkin. Agar hujjat bekor qilingan bo'lsa ham, undagi tarixiy ma'lumotlar ayrim masalalarda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjatlar tarixi bo'yicha ehtiyotkor bo'ling. 10-qadam. Chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, alohida tekshiring. ID karta ichki hujjat. Agar pensioner farzandlari oldiga chet elga ketmoqchi bo'lsa, xorijga chiqish pasportining muddati bor yo'qligini tekshiring. Masalan, otaxon ID karta oldi, lekin Rossiyaga borishi uchun xorijga chiqish pasporti kerak bo'lishi mumkin. Aviachiptani olib qo'yib, keyin hujjat tayyor emasligi bilinib qolsa, katta zarar ko'rasiz. Avval hujjat, keyin chipta. Birinchi xato mish-mishlarga ishonish. Ertadan hamma pasport bekor bo'lar ekan. Pensionerlar jarima to'lar ekan. ID karta olmaganlarga pensiya berilmas ekan degan gaplarni eshitishingiz mumkin. Har bir gapni rasmiy manbadan tekshiring. Qo'shni, tanish, bozor, avtobusdagi gaplar huquqiy asos bo'la olmaydi. Ikkinchi xato oxirgi kunga qoldirish. Hujjat muddati tugab bo'lgandan keyin odam shoshiladi. Aynan shunda navbat ko'p bo'ladi. Hujjat yetishmaydi, tizimda xato chiqadi. Agar siz 6 oy oldin tekshirgan bo'lsangiz, hammasini tinch hal qilasiz. 3-xato. Katta yoshdagi odamni yolg'iz yuborish. Pensioner bo'limga boradi, xodim biror hujjat so'raydi, u tushunmaydi yoki eslab qola olmaydi. Keyin uyga qaytib yana boradi. Farzandlar, nabiralar bu ishda yordam berish kerak. Ayniqsa telefon raqam, to'lov, navbat, elektron tizimlar bilan bog'liq joylarda yoshlar ko'maklashsa, jarayon ancha yengil bo'ladi. 4-xato hujjatdagi xatoni mayli deb qoldirish. Bitta harf, bitta sana, bitta raqam keyinchalik meros, pensiya, mulk va bank masalalarida katta muammo qiladi. Men doim aytaman, shaxsiy hujjatlarda mayda xato bo'lmaydi. Har bir harf muhim. 5-xato ID karta bilan xorijga chiqaman deb o'ylash. Yana takrorlayman, ID karta ikki foydalanish uchun. Chet el masalasi alohida pasport bilan bog'liq. Shuni adashtirmang. Agar siz pensioner bo'lsangiz, eng avvalo hujjatingizni yashirib qo'ymang. Ko'p odamlar pasportni sandiqda, eski sumkada kiyim orasida saqlaydi va kerak bo'lganda topolmay qoladi. Hujjatni xavfsiz, quruq, aniq joyda saqlang. Farzandlaringiz yoki ishonchli yaqinlaringiz qayerdaligini bilsin. Lekin begona odamlarga bermang, nusxasini ham ehtiyotkorlik bilan bering. Agar siz pensionerning farzandi bo'lsangiz, ota-onangizdan pasporting muddati qachon tugaydi deb so'rab qo'ymang. O'zingiz ko'rib tekshiring. Katta yoshdagi odam sanani adashtirishi mumkin. Ular ko'pincha hali bor deydi, lekin hujjatga qaralsa, muddat o'tgan bo'ladi. Bir kuni bankda yoki shifoxonada muammo bo'lishini kutmang. Agar oilada bir nechta pensioner bo'lsa, masalan, ota ham, ona ham nafaqada bo'lsa, ikkalasining hujjatini alohida tekshiring. Birining pasporti amalda bo'lishi, ikkinchisiniki tugagan bo'lishi mumkin. Hamma hujjatlarni bitta papkaga joylab, ro'yxat qilib qo'ying. Pasport muddati, bank kartasi muddati, xorijga chiqish pasporti bo'lsa, uning muddati,
nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, uy hujjatlari. Bu oilaviy tartib kelajakda juda ko'p muammolarning oldini oladi. Agar hujjat almashtirish jarayonida xodimdan biror talabni eshitsangiz, masalan, falon ma'lumotnoma olib keling desa, aniq yozib oling. Qaysi hujjat, qayerdan olinadi? Asal nusxami yoki nusxami, to'lov bormi, qancha muddatda olib kelish kerak? Pensionerlar ko'pincha umumiy eshitib qaytadi. Keyin uyda hamma tushunmaydi. Telefoningizga yozib oling yoki qog'ozga yozdirib oling. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa, masalan, tug'ilganlik guvohnomasi yo'qolgan, nikoh hujjati boshqa viloyatda, familiyada xatolik bor, mehnat daftarchadagi ism boshqacha, ro'yxat muammoli. Avval maslahat oling. Har bir murakkab holatning yechimi bor, lekin tartib bilan qilinadi. Bir vaqtning o'zida hamma joyga yugurish shart emas. Avval muammo nima ekanini aniqlang, keyin qadamlarni belgilang. Demak, asosiy xulosa shunday. Pensionerlar vahimaga tushmasin, lekin befarq ham bo'lmasin. Amaldagi biometrik pasport muddati tugamagan, hujjat yaroqli va ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, odatda undan foydalanish mumkin. Ammo muddat tugasa, hujjat yo'qolsa, yaroqsiz bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlar o'zgarsa yoki yangi hujjat olish zarurati tug'ilsa, ID karta rasmiylashtiriladi. ID karta ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Chet elga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish pasporti kerak bo'ladi. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun kechiktirmasdan o'zingizning va ota-onangizning pasport muddatini tekshiring. Hujjatlarni bir joyga yig'ing, xatolar bor yo'qligini ko'ring. Zarur bo'lsa migratsiya bo'limi yoki davlat xizmatlari orqali tartibni aniqlang. Ayniqsa bank, pensiya, meros, uy-joy, notarius va chet elga chiqish rejalari bo'lsa, hujjat masalasini oxirgi kunga qoldirmang. Sizning oilangizda pasport yoki ID karta bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Pensioner ota-onangiz hujjatini almashtirganmi yoki hali eski biometrik pasport bilan yuribdimi? Fikringizni izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot butun oilani ortiqcha yugur-yugurdan, asabiylikdan va keraksiz xarajatlardan saqlab qolishi mumkin.